Hormanglar, charchab qolmayapsizlarmi? Hammaga assalomu alaykum. Men Yalchibolarni anchadan beri kutib qolyapsizlar. Aktivlashib ketilmayapmiz video chiqarishga. Sababi mana shunday chiroyli ishlarni sizlar taqdim qilish uchun bizdan vaqt. Xo'p, bitta tavsiyam bor. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Sababini tushunib olasiz. Chiroyli qilib komplektni bitirganmiz. Ko'ryapsizlar, hamma narsani hozir bir chiroyli obzorni qilamiz. Samovarimiz 60 litr nержавейка va albatta рабочий stoli 22 litrli mangalni ichiga doim solib qo'yadigan bitta qozonimiz. Xo'p, 60 litrli bo'lgan 100 litrli. Mana ko'ryapsizlar, qulochim даже yetmayapti. Demak 2 metrdan ziyodroq рабочий stolimiz. Xo'p, tandirimiz 90 ga 60 gaz panelimiz. Eshityapsizmi? Haqiqatan mazza qilsa bo'ladigan mo'yka. Xullas kalom shu ishlarni hammasini bitkazib yakunlayapmiz. Kunimizga 12 kun vaqt ketdi. Ko'pchilik so'rayapti, necha vaqt ketadi sizlarda? Xo'p, endi bizda savollarga javoblar bo'ladi. Birinchi o'rinda kommentariyachilarga aytib qo'yamiz. Iltimoslardan bizni qilinayotgan ishlarni syomkasini qilib chiqarganimizdan keyin kommentariyada paloncha so'mga bitta deb yozmanglar sizlardan iltimos. Bu narsalar juda yaxshi narsa emas. Xo'p, ikkinchisi bitta shu nержавейка samovarda aytadigan bo'lsak, qayerdan olamiz yoki eshikchasini qayerdan olamiz, kim olib keladi? Buni sizlar xavotir olmanglar. Nержавейка materialda bo'lgan samovarimizni 50 litrdan boshlab 500 litrgacha yasab tayyorlab berilaveradi. Dastavkani o'zimiz qilib beramiz. Bu dastavka muammo narsa emas. Buni vodiydan, xo'p, eshikchalarni ko'ryapsizlar, hammasini vodiydan olib kelib, o'zimiz sonfkasini qilamiz. Qolgan hamma materialni o'z viloyatingizdan, ya'ni o'z lokatsiyangizni topsak bo'ladi. Ya'ni O'zbekistonda xudoga shukr sanoat rivojlanib bo'lgan. Shuning uchun hamma narsa bor. Endi bunday kerakli narsalar topolmay qolsak, deylik, mana shunday narsalarni. Ba'zi birlar defitsit bo'lib qolyapti. Shuning uchun. Xo'p, usta materiali qancha bo'ldi, nechta g'ish ketdi bunga, qancha rasxod bo'lyapti? Rasxod masalasini to'g'risi, realni kecha o'zimiz so'rab hisob-kitob qilamiz. 25 milliondan o'tib qoldi rasxod deyishdi. Sababi mana kafillarimiz ham arzon kafil emas. Rasxod bo'lgan holatni o'z ko'rib turibsiz. Sifat o'zini ahmandoq qilib gapirib turibdi. To'g'rimi? Xo'p, ketgan g'ishtimiz 1200 dona g'isht ketgan. 10 qopdan ziyodroq sement ketdi. Endi shu narsani bitkazganimizgacha aytdim, 12 kun vaqt ketgan. Ko'ryapsizlar, narx-navo masalasiga keladigan bo'lsak, narx-navosini bizga doim aloqadamiz. Telefon qilinglar. Bemalol agarda ko'tarilmay qolsak, Telegram, WhatsApp, yana qaysidir ijtimoiy tarmoq. Xullas hamma ijtimoiy tarmoqda mavjudmiz. Bemalol aloqaga chiqinglar. Endi bitta eng zo'r savol kelib qolyapti. Usta, shu narsani material bilan qanchaga bitadi? Hurmatli obunachilar, boshida aytganimdek videoni oxirigacha ko'rishlaring kerak. Biz faqat xizmat haqini aytamiz. Deylik, biz mana bitta qozonimizni, kafelimizni ichiga ketgan g'ishtni hammasini hisoblaydigan bo'lsa, bu sizga juda ham qimmatga tushib ketadi. Bu narsada biz ish qilib ko'rganmiz, amalda qo'llaganmiz. Bizdan klientlar qimmatga tushar ekan. Shuning uchun bu narsalarni o'zingiz olib berasiz. Bunday eshikchalarni, samovarlarni o'zingiz olib kelib, ya'ni kartaga pul tashlaverasiz shundoq. Xo'p, endi ko'rayotganlaringdek, har bir qozonda deylik, mana primerni aytaman-da. Mana 2 so'm bo'ladigan bo'lsa, bu ham 2 so'm bo'ladigan bo'lsa, shundoqina qurib berish xizmatimizni aytamiz xolos. Ya'ni 4 so'mga, hojaga, kenayi 4 so'mga qurib bitkazib beramiz. Material bizdan bo'lmaydi. Shunga e'tibor beramiz. Xo'p, ko'pchilikdan kelgan savollar, eng qizig'i. Usta kafel bosib qo'ysak qancha turadi? Temasiz bir turar, bir 70-80 yil, to'g'rimi? Ichida buni gaz portlatib olmasangiz, yo qanaqadir bir ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelmasa turaveradi. Hali biror joyda eshitganimiz emas. Bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Endi kafel ko'chib ketish masalasi, kafel ko'chmaydi bunda. Shuning uchun ko'ngil to'q qilinglar, hamma vaqt Mangalchibolarga ishonib telefon qilaveringlar. Bizda yolg'on arash yo boshqa narsa yo'q. Hamma vaqt ko'ryapsizlar, ijtimoiy tarmoqqa videolar joylab boramiz, real bo'layotgan ish holatini ham qo'yyapmiz. Shuning uchun bemalol ko'ngil to'q qilib telefon qilaveringlar. Xuddi sizlarga ham shunday xizmatlarni chiroyli qilib niyat qilganingizda, ishoning, niyat qilganingizda bitkazishga harakat qilamiz.
Hamma vaqt xizmatdamiz. Salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.